Men bir narsani sezyapman. Nahotki bu? Shoshilinch bir masala paydo bo'ldi. Men ketishim kerak. Bir daqiqa to'xta, siz buni eplolmaysiz shekilli. Unday bo'lsa, men kabi kuchli askarni o'zimning o'rnimga qo'yib ketaman. Kim bu? Endi meni o'rnimga mana shu jang qiladi. Bu odamlarni himoya qilinglar. Men juda ham yomon narsani sezyapman. Janob Suan! Yo'limdan yo'qolinglar. Nima bo'lyapti o'zi? Men yuqori darajadagi nekromancer bo'lganim uchunmi? Qaysal! Meni singlimni oldiga tezroq olib bor. Bu yerda sehrli kuchga ega inson sezyapman. Birinchi navbatda o'shani o'ldiramiz. O'ng tarafdagi insonmi? Yo'q. U sehrli kuchni anavi qizdan kelayotganini sezyapman. Yuqori o'qlar tiklanayotgan paytda kuchsiz bo'lishadi. Hujumni davom ettirib, harakatlarni cheklang. Demak, boshidan beri sen eding. Sendan o'qib turgan ma'noni sezyapman. Nimadir yaqinlashyapti. Dahshatli bir narsa. Endi sen xavfsizsan. Men qizil qilich qamiga sankruktörman. Sen o'zing yopib o'sha yerda turib tur.